Assalomu alaykum aziz muxlis. Kreml Yevropa taklif qilgan tinchlik rejasini rad etdi. Kreml urush uchun tugatish bo'yicha asosan maqbul bo'lgan yagona variant AQShning dastlabki tinchlik rejasi. Yevropaning takliflari samarasiz va Kreml manfaatlariga mos kelmaydi. Bu haqda Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov ma'lum qildi. U Yevropa takliflari deganda AQSh va Ukraina delegatsiyalari Jenevada muhokama qilgan o'sha hujjat nazarda tutilganmi yoki yo'q, aniq aytilmagan. Hozircha tinchlik rejasining har bir varianti rasmiy ravishda e'lon qilinmagan. Turli bandlar faqat bir nechta jurnalistlar tomonidan tarqatilgan. Ushakovning so'zlariga ko'ra, Ukraina bo'yicha tinchlik rejasi atrofida ko'p mish-mishlar bor va Rossiya faqat AQShdan bevosita olingan ma'lumotlarga ishonadi. Uning aytishicha, Moskva AQShning bir versiya bilan tanishib, ammo bu borada aniq muzokaralar bo'lmagan. U Alyaskada muhokama qilingan AQSh takliflarining ko'p bandlari Rossiya uchun maqbul ekanini qo'shimcha qilgan. Ushakov AQSh yaqin vaqt ichida Rossiya bilan rejani yuzma-yuz muhokama qilishga chiqishini kutayotganini aytdi, lekin aniq kelishuvlar hali yo'q. Ukraina va Yevropa muzokara tomonlari sifatida tilga olinmagan. Oq uy matbuot kotibi Litvinning so'zlariga ko'ra, yangilangan reja yana Rossiyaga taqdim etilishi kerak. Shuningdek, u AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning joriy haftada uchrashuvi rejalashtirilmaganini bildirib o'tdi.